Mashaalloh so'zining ma'nosini bilasizmi? Mashaalloh so'zining ma'nosi Alloh xohlaganidek bo'libdi degan ma'noni anglatadi. Jazakallohu khayran kathira so'zining ma'nosini bilasizmi? Yaxshilik uchun rahmat o'rniga Alloh sizni yaxshilik ila mukofotlasin degan ma'noni anglatadi. Tabarakalloh so'zining ma'nosini bilasizmi? Tabarakalloh so'zining ma'nosi hamma narsadan oliy bo'lgan hukmdorlik egasidir degan ma'noni anglatadi. Yarhamukalloh so'zining ma'nosini bilasizmi? Aksa urgan odam alhamdulillah deganida uni eshitgan odam yarhamukalloh Alloh sizga rahim aylasin degan ma'noni anglatadi. Astagfirulloh so'zining ma'nosini bilasizmi? Astagfirulloh so'zining ma'nosi Allohga tavba qilaman degan ma'noni anglatadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.